Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun 4-mavzumiz Excel varaqlarini varaq rejimida ko'rish mavzusini ko'rib o'tamiz. Excel varaqlari qanday ajrab qoldi? Excel varaqlarini varaq rejimida ko'rish uchun biz avvalambor ko'rsatib o'tgan edik. Rejimlar bor. Ya'ni ushbu joyda turibmiz. Mana обычный rejimda turibdi. Bu joyga o'tadigan bo'lsam, razmetka stranitsa bo'limi. Bu joyga o'tadigan bo'lsam, yana qanday? Hop, stranичный rejim. Bizga esa hozir kerak bo'ladigan razmetka stranitsa bo'limi ekan. Razmetka stranitsa bo'limi orqali biz masshtabni kichiklashtirib, har bitta listlarimizni ko'rib olishimiz mumkin. Word kabi varaqlarda ko'rib olishimiz mumkin. Ya'ni vstavka bo'limiga bu joydan razmetka stranitsa bo'limiga o'tamiz. Knижный holatni tanlaymiz. Knижный holatni tanlaydigan bo'lsak, bizga xuddi Word shaklida varaqlarimiz 1, 2, 3 listdan iborat bo'lyapti. Va shu joydagi o'lchamlari, kolon titrlar, ya'ni o'zgartirsa, marginlarni o'zgartirib bo'lyapti. Demak, shu joyda mana kolon titrlar ham ochiq turibdi. Demak, bizga mashq rejim, ya'ni razmetka stranitsa rejimi varaqlarga ajratib berish rejimi bo'lar ekan va biz ma'lumotlarimizni varaqlar shaklida ko'rib, o'lchamlarni ko'rib o'zgartira olishimiz mumkin. Bu rejim mana vidga o'tadigan bo'lsak, mana razmetka stranitsa bo'limi. Bu yerda mana lineykalarni yoqib qo'yish, lineykalarni o'chirish, setkalar qo'yish, setkalarni o'chirish, hop, ya'ni zagolovkalar qo'yish, zagolovkalarni o'chirish, formula qo'yish, o'chirish bo'limlari ham tashkil topgan ekan. Shu bilan salomat bo'linglar. Mavzuimiz tushunarli bo'lgan degan umiddaman. Sog' bo'ling.